gullaganini rosa chiroyli gullabdi. Hozir sizlarga Ulta Beauty'ning ichini ko'rsataman qo'ldan kelgancha. Bu magazin katta, ichi juda ham, lekin ko'p joylarni olishga harakat qilaman. Ulta Beauty magazinga keldik. Sizlarga o'tgan safar ko'rsataman dedim. Bugun endi sizlarga obzor qilib beraman, ichida nimalar borligini. Bugun bu magazinda polностью hamma joyda kosmetikalar, atirlar, masalan, mana bu MAC brendi. Mana buni qaranglar, testerlari bor. Mana shulardan ishlatib ko'rsak bo'ladi. Voy, ocha olmayman. MAC brendiniki. Menga MAC brendi juda ham yoqadi. Mana bu yerda mana tushlari har xil. Bu yerda pomadalari. Mana bu yerda karandashlari. Karandash для gub mana $25 qo'yib qo'yibdi. Mana bu rangi yoqadi menga. Ham yoda tonalka tenlari. Mana yoda ham pomadalari mana. Mana bu qosh gellari. Fenty brendiniki qizlar. Bu yoqda pudralari, makka, fiksatorlari. Makka pudrasi ham menga yoqadi. Bu yoqda Charlotte'niki. Ko'pchilik maqtaydi. Mana fiksatorlarni ham, spreylarni. Qaranglar. Tenlari bu yoqda. Tenlarni qaranglar. Shunaqa zo'r. Mana bu tsvet yoqdi menga. Tak, narxi $60 qizlar. Bu yoqda pomadalari. Bu yoqda pomadalari qaranglar. Mana bunaqa pomadasi, mana bunaqa karandashi. Mana bu yerda ham tenlari. Mana bu tenlarni qaranglar. Tester ekan bu ham. Primerlari, mana testerlar bulardan hammasidan ishlatib ko'rsa bo'ladi. Mana bu qosh tengi shunaqa yoqadi menga. O'zim ishlataman, rosa yaxshi. Manda mamnisi soft brown mana. Bu yoqda tartik ekan. Pomadalari. Oh, shit. Ja, schon gerade.
Men bularni narxi bilan ko'rsatib ketaman. Qaranglar, $47 SPF ga. Natski. Bu yoq tomonda Too Faced brendiniki. Blesklari. Bu yoqda shotkalar qaranglar qizlar. Mana bu shotkaning narxi masalan qaranglar $30 ekan. Bu yoqda Natski tonalkalari. Pomadalari bu yoqda. Bu yoqda ham tonalka pudralar. Pudra mana. Pomadalar.